Ayollar savol bering. Nimaga kerak sizga erkak? Xitoyliklarga bola tug'ish yoki tug'dirish uchun ayol kishining umuman keragi bo'lmasligi mumkin. Tushunadigan qilib aytganda, Xitoyda insonlarning ko'payish jarayonini ishtirokchilaridan biri sanalmish ayollar bundan keyin o'sha tug'ish yoki tug'dirishda qatnashmasligi mumkin. Yo'g'i, nega endi deysizmi? Bundan bir necha yil oldin sun'iy oy va sun'iy quyoshni kashf qilgan xitoyliklar, tasavvur qiling, ayolning sun'iy bachadonini ixtiro qildi. Endi bu gaplarimizni har doimgiday aniq faktlar bilan bayon qilamiz. Diqqatliroq bo'ling. Xitoyning Suzhou shahridagi biotibbiyot muhandisligi va texnologiyalari instituti olimlari ayolning ishtirokiga ehtiyoj sezmasdan inson embrionni olib yurish uchun zaruriy qobiliyatga ega sun'iy bachadon kashf qildi. Mazkur qurilma homilaning o'sishini kuzatish uchun mas'ul bo'lgan sun'iy intellektga ega, shuningdek, homiladorlik paytida uning xavfsizligini 100%